Darsimiz texnologiya va uni o'qitish metodikasi. Mavzumiz bilan tanishamiz. Texnologiya ta'limi va texnologik vositalar. Rejamiz. Birinchisi texnologik jarayonlar, texnologik vositalar. Ikkinchisi inson va texnologiya. Uchinchisi texnologik jarayonlarda texnologik vositalarning qo'llanilishi. Hozir shular haqida gaplashamiz. Texnologik jarayonlar. Texnologik jarayon bu inson, bu tizim bir-biriga bog'liq harakat bo'lib, bajaruvchi tomonidan kerakli natijalar olinguncha bo'lgan jarayondir. Texnologik jarayon bu ishlab chiqarishning bir qismi bo'lib, mehnat obyektining holatini o'zgarish va yoki aniqlash uchun maqsadli harakatlarni o'z ichiga olgan ishlab chiqarish jarayonining bir qismidir. Deyarli har qanday texnologik jarayonlarni murakkabroq jarayonning bir qismi sifatida ko'rib chiqish mumkin va oddiy elementar texnologik jarayonlar to'plami deyishimiz mumkin. Texnologik jarayonlar texnologik ishchi operatsiyalardan iborat bo'lib, ular o'z navbatida texnologik o'tishlardan iborat. Texnologik jarayonlarda ketma-ketlik. Bularning bir nechta ketma-ket usullari mavjud. Ular haqida hozir aytib o'taman. Birinchisi buklash, qirqish, birlashtirish, yelimlash. Keyin esa konstruksiyalash, bichish, tikish, bezash. Shu turlarni o'z ichiga oladi. Texnologik jarayon ishlab chiqariladigan mahsulotga ishlov berishning yagona jarayonini hosil qiluvchi texnologik operatsiyalarning yig'indisi. Texnologik operatsiya ishchi tomonidan o'zining ish joyida bajariladigan yakuniga yetkazilgan harakat ko'rinishidagi jarayonning bir qismi. Texnologik xarita ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarish texnologik operatsiyasini ketma-ketligini bayon qiluvchi texnik hujjat. Texnologik rejim texnologik operatsiyalarni amalga oshirishni belgilovchi tartib bo'lib, ma'lum bir mahsulotni ishlab chiqarishda bajariladigan operatsiyalarning vaqti shartini belgilaydi. Bu texnologik vositalardan namunalar. Bu kundalik hayotimizda ishlatiladigan texnologik vositalar hisoblanadi. Ularni har kuni deyarli ishlatamiz. Ish anjomlaridan foydalanish qoidalari. Biz qaychidan foydalanish qoidalari bilan tanishamiz. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilari qaychidan qanday foydalanish haqida ma'lumot berilgan. Qaychidan foydalanishning 7 xil usuli bor ekan. 7 xil qoidasi desak ham bo'ladi. Qaychini belgilanmagan joyda belgilangan holatda saqlang, birinchisi. Ikkinchisi, qaychining uchini yuqoriga qaratib ushlamang. Uchinchisi, qaychini ishlatib bo'lgandan so'ng ochiq holatda qoldirmang. To'rtinchisi, qaychini yurib turganingizda ishlatmang. Beshinchisi, qaychini faqat yopilgan holda uchidan ushlab o'rtog'ingizga uzating. Qaychini ishlatayotganda qirqish, chizig'i yo'nalishi hamda materialini ushlab turgan chap qo'l bilan barmog'ingizni kuzatib turing. Yaroqsiz qaychini ishlatmang. Uni o'qituvchingizga topshiring. Bu boshlang'ich sinf o'quvchilariga qaychidan qanday foydalanish haqida 7 ta qoidasi haqida hozir aytib o'tdik. Endi esa bigizdan foydalanish qoidalarini aytib o'tamiz. Bigiz bilan ishlaganingizda ustozingiz yoki ota-onangiz ko'magiga tayaning. Ikkinchisi, bigizni o'rinsiz ishlatmang. Uchinchisi, sirti silliq, sirpanchiq bo'lgan qattiq buyumlarni bigiz bilan teshmang. To'rtinchisi, teshiladigan buyumni qo'lingizda ushlamang. Uni stol taglik yoki ustiga qo'yib teshing. Maxsus ish pichog'i bilan ishlash qoidalari. Bu ish pichoq, bigizlar bilan ishlash, albatta bu katta sinf bo'lganda foydalaniladigan asboblar, texnologik vositalar hisoblanadi. Pichoq hozir bu yerda pichoq bilan ishlash qoidalari haqida keltirib o'tilgan.
Birinchisi, maxsus pichoqdan o'qituvchingiz yordamida foydalaning. Maxsus pichoqni o'quvchi ko'rsatgandek ishlating. Kesganda qattiq bosmang. Igna bilan ishlash qoidalari: ignani ishlatib bo'lgach, maxsus yostiqchaga sanchib qo'ying. Ignani hech qachon og'zingizga solmang. Ortiqcha ignalarni maxsus idishda saqlang, deb albatta o'quvchiga ma'lumot berib o'tishimiz kerak. Mana bu yerda qaychi bilan ishlash qoidalari haqida rasmlar bilan keltirib o'tilgan. Boyagi aytib o'tdik qoidalarini va albatta bu rasmli holatda ham ko'rsatilgan. Qog'oz va qaychi bilan qanday qilib ishlash haqida rasmlar ko'rsatib o'tilgan. Keyin yelim bilan ishlash qoidalari. Albatta, yelim bilan ishlayotganda tozalikga rioya qilish, o'sha yelimning qopqog'ini ochiq qoldirmaslik, ish tugagandan keyin mo'yqalamni yaxshilab yuvib qo'yish, tagligida quriting. Keyin amaliy mashg'ulotda texnika xavfsizligiga rioya qiling. Shular haqida ma'lumot berish kerak. O'sha yelimni ishlatish jarayonida tozalikka rioya qilgan holda kerakli vositalar, karton qog'oz, maxsus polimer tagliklardan foydalanish kerak ekan. Bugungi darsimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz siz uchun qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat hammangizga.